Çayresiz soğutçaklık şirketinin kurgucusu bu jana bir karxanachida kes qilyapti. Programmani qo'zg'atgan, ammo bu shirkatni tekibe qo'zg'atib, buni bir savdo qilib, taqma-talqon qilib yotgan ishlarimiz yo'q hozirgacha. Salam do'stlar, men Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketidan Madina. Bugünkü Çayır İşçisi hamkorlik suhbat yig'inimizga xush keldinglar. Aldı bilan bugünkü Çayır İşçisi hamkorlik suhbat yig'inimizni uyushtirgan Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketimizning qurg'uvchisi bo'lgan Savirdin Imom ustozdan bugünkü hamkorlik suhbatninki mazmuni haqida anglab baqaylik. Salam do'stlar, men Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketining qurg'uvchisi. Bu Çayresiz soğutçaklık şirketinin kurgucusu bu jana bir karxanachida kes qilyapti. Ajoyib turdi-ki. Bunda qilayli, bu endi suhbatchi bu degan. Bu hamkorlik suhbati. Hamkorlik suhbati degan qancha erkin azodi paranglasak, shuncha o'zimizni qo'yitimiz, ko'rganlarimizga mo shu filmni ko'rayotganlarga nurg'un yaxshi bir uchurlarni ta'minlab bera olamizchi. Shunga endi bo'yliq maxsus bir uyushtirilgan programma emas, ammo bir suhbat. Suhbat degan shu bir piyola choy ustida bir hamkorliklar bitishib ketib qolamiz-ku. Shu choy bilan bitishib ketgan hamkorlik endi bo'yicha. Undaq bo'lgandan keyin erkin azodi bir paranglashayli. Endi bu Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketining qurg'uvchisi deydi o'zimizni. Bu shirkatning qurg'ilimi 5 yil bo'libdi. Lekin shirkatning ismi Çayır İşçisi. Men programmani qo'zg'atgan, ammo bu shirkatni tekibe qo'zg'atib, buni bir savdo qilib, taqma-talqon qilib yotgan ishlarimiz yo'q hozirgacha. Ammo shu har ishning bir vaqt soati bor-ki degandek 4-5 yillik musofani besib bo'lgandan keyin bugungi to'g'rilanib qoldi bu shirkatning qo'zg'alishi. Nimishqa deganda hamon bir kuni bu shirkat qo'zg'aladi. Hech bo'lmagan chaqda men endi bir cho'ng'ilab uylab ketib qolsammi, bolalarim bo'lsin bir kuni qo'zg'ata bir shirkatda bo'lish kerak deb shu vaqtning o'zida shu programma qilish usullarla bu Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketini birlikda qurib etgan. Hala bugungi kunga kelganda biz endi aqldorlar korxona maslahatchilik mulozimatchilik shirkatini Nurmamat kitobim bilan qurgandan keyin shu savdo sohasidagi yetaklanishga ehtiyojli bo'lgan, o'rganishga ehtiyojli bo'lgan nurg'un o'rganguvchilarni yetaklab keldik endi. Nurmamat kitobim hozirgacha 4-5 yillik jarayondami 2-3 ming nafar shu o'quvchilarni yetaklab, hozir texmo kundan kunga ko'payib, bu mas'uliyat bo'lgan sir ig'irlab cho'ngib mangdi. Hozir endi biz shu korxonchilar qarta aqldirlar klubini qurdik. Aqldirlar klubida shu korxonchilar asosliq tijoratchi ma'lumotlash shunda bir yangi qo'zg'atgan shirkat xo'jayinlari degandek. Ham necha yillik musofani besib o'tab bo'lgan shirkat xo'jayinlari, korxonchilar bor. Endi bu mas'uliyat cho'ngib mangandan keyin bularningki setish, tarbiyalanish, yetaklanish, bozor analiz qilish nurg'un jihatlarda ehtiyoji tushdi ekan-ku. Hozir endi bugungi suhbat shu hamkorlik suhbatimizga qaytib kelsak, Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketimizde endi bu soğutçaklık şirketi faqat savdoni asos qilgan. Aqldorlar şirketimiz bo'lsa, o maxsus tarbiyalashni, bilim, ma'rifatni asos qilgan, korxona ma'rifatini asos qilgan. Shunga Çayır İşçisi Soğutçaklık şirketimizni qo'zg'atgan bo'lgandan keyin buningga savdogarlar orqali hamkorlashib mangdigan gap. Masalan, bizim shu Izizjon efendimmi, Izizjon ma'lummi bir o'zimi bir korxonchi, ham bozor echish, setib chiqarish, tarbiyalash qatorliq bir qator xizmatlarni necha yil mobaynida qilib kelgan. Shunda qo'ygandan keyin hozirgi sharoitimiz, maqsad muddaimiz bu hamkorlikdagi. Shu zavod bo'lsin yoki korxonchi bo'lsin yoki shirkat qurg'uvchilar bo'lsin, bularning yoki tashviqot yoki bozor tezlatish, bozorni kengaytirish, taraqqiy qilish degandek bir qator ishlarga yordam berish ham ular bilan birlikda teng taraqqiy qilish maqsadida bu shirkatni ham qurdik, ham ichildi, ham tunji bo'lib mana shu Izizjon ma'lum, Ro'zjon ma'lumlar bilan teng hamkorlashdik. Bular mundaq aytgan chaqda Jongjunlardi. Bular shu Janubiy Shinjongda bo'lsin, Shimoliy Shinjongda bo'lsin, Atım rayonimizin her qaysi joylariga bulun puşqaqlarga berib,
bozor ichish qobiliyatiga ega nurg'un shirkatlarning ham o'zining shirkatining ham boshqa shirkatlarning yaxshi xizmatlarini qilib kelgan, ham yaxshi natijalarni qozongan. Hala bugun kelganda mana choy rishtisi so'lchaklik shirkatimiz bilan hamkorlashib, ilg'or bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir mahsulotlarni keng xalq ommasiga bizning tashviqot usulimiz ham bularningki setish usuli qatorliq shunday bir birikkan qobiliyatlarni bir yerga eklab biz teng taraqqiy qilib bularmi bizmi teng qo'l tutishmoqchi bo'lganlarni chaqiriq qilib ular bilan hamkorlashib biz yaxshi bo'lgan bir natijalarni qo'lga keltirish maqsadida biz hamkorlashdik ham bugungi o'sha hamkorlik suhbatini uyushtirdik. Hamkorlik bu ojizlik emas. Hamkorlik degan bir qobiliyat. Bu qobiliyat bag'on siri hamkorlikni kuchlantirdi. Hamkorlikni kuchlantirgandan keyin hamkorlashgan kishilar kuchlanib maqdi. U shu orqali ondan keyin bu taraqqiyotlarga yuzlangili bo'ladi-ku. Shunga mening tavsiyalarim burundan tortib hozirgacha bo'lgan tavsiyalarim ham bundan keyin bo'lgan tavsiyalarim maqsad muddaimmi hamkorlikka chaqirish. Hamkorlik orqali nurg'un go'zal natijalarni qo'lga keltirgili bo'ladi. Hamkorlik muvaffaqiyatning asosiy deydi. To'g'ri. Muvaffaqiyatning negizi asosi. Shu vajidan endi bugun bu Izjan, Rozjan bolalar bilan bu hamkorlikni o'rnatib, bugun mana tunji qitimda kishilarga buni namoyon qilib turibdimiz. Shu vajidan menmi ko'nglimda shu hamkorligimizning texmi chunqur bo'lishini, yildiz tortib, shu qarg'aydek yildiz tortib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman.